Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Mana aytganimizdek bugun to'y bo'ldi. Reduktor joylashdi. Reduktor bilan rastvor nasosi mana uylantirdik. Reduktor o'z joyini topdi. Bunaqa qilib muhtalam zo'r bilan sentrlar olindi. Xudo xolisa hozir mana shuni qadab turib bitta pusk beramiz. Pusk berib keyin ishlatib ko'ramiz, keyin Xudo xolisa tozalab kraskalash bo'ladi. Hamma yoq barda. Hozir svarka qilib reduktorni qo'yib bo'ldim. Ustiga mana kishi ustiga qo'yamizda, keyin rastvor qilib ko'ramiz. Bu 3 faza bo'ladi. 220 ga hali zakazga o'zimizga qoldirmoqchimiz, eskicha. Rodbin ishlar chiqqanda shuni olib boramiz deb sherik bilan kelishdik. Men tezroq pul bersa sotib yuboramiz. Lekin bu tanka bo'ldi, Xudoga shukr. Menga o'zimga ham yoqyapti. Rahmat e'tiboringlar uchun.